Milliarder Elon Musk dunyo telefon bozorini o'zgartiradigan Tesla fonini taqdim etadi. Bu iPhone'dan taxminan 3 barobar kuchliroq bo'lishi kutilmoqda. U quyosh nuri bilan quvvatlanadi. Bundan tashqari, quvvatlash tezligi juda hayratlanarli. 0% dan 100% gacha atigi 10 daqiqa vaqt kifoya qiladi. Shuningdek, u Starlink sun'iy yo'ldosh tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni siz dunyoning istalgan joyida bepul internetga ega bo'lasiz. U suv o'tkazmaydi. Tashqi qismi eng mustahkam titaniumdan tayyorlangan va uning yuzasidagi maxsus qoplama inson tanasi issiqligiga javoban rangini o'zgartiradi. Kamera va protsessor iPhone'dan bir necha barobar kuchli. Tesla fon kamerasi 4K formatda video olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ishlab chiqaruvchilar ushbu telefonni ayniqsa o'yinlar uchun ideal deb ta'kidlashadi. Xotira hajmi esa 2 terabaytgacha yetadi. Bu esa iCloud kabi xizmatlarga ehtiyojingizni butunlay yo'q qiladi. Taxminiy narxi 500 dan 2000 AQSh dollarigacha bo'lishi kutilmoqda. Rasmiy chiqish sanasi hali e'lon qilinmagan. Ammo turli manbalarga ko'ra, bu telefon 2025-yilda sotuvga chiqarilishi mumkin. Siz shunday telefonni xohlarmidingiz?